Hammaga assalomu alaykum. Bugun videomiz Redmi 15 va Samsung Galaxy A07 telefonlari haqida bo'ladi. Hozir shu ikkita telefonni solishtirib ko'ramiz. Qani ikkita telefonimizda ham narxi bir xil, $150 atrofida sotiladi hozirgi vaqtda. Ko'pchilik shu kommentariyada oldin yozishardi, mana so'mda yozing, uni narxlarni so'mda aytib o'ting deyshadi. Endi narx to'g'risi bu telefonlar boshqa chet davlatdan kelgani uchun dollarda keladi. Endi bizda bilasizlar kurs o'ynaydi, shuning uchun narxi o'zgarib ketishi mumkin, lekin o'sha dollarga aytsa narxni o'zi o'sha vaqt kursiga qarab hisoblab olsanglar bo'ladi. Kurs oshib ketsa ham balki qimmat ketishi mumkin, so'mda aytsa keyin oshib ketishi mumkin yoki tushib ketishi mumkin dollar tushishiga qarab. Dollarda aytsa narxi deyarli o'zgarmaydi. Shuning uchun iloji boricha dollarda hisoblab aytamiz narxi. O'sha $150 atrofida sotiladi. $5-10 farq bo'lishi mumkin, hamma joyda har xil. Telefonimizni hozir boshlaymiz. Qani bismillah. Xo'p, 15C dan boshlaymiz. 15C ichida bilasizlar, har doimgi Redmi telefonlarning hammasini ichida o'zini zavodskiy chexoli bor. O'sha oq bo'lsa ham qimmat telefonlarida qora bo'ladi, bunda oq chexol qo'yilgan, o'sha ichi ko'rinadigan chexoldan. O'zini manaki zavodskiy quvvatlagichi ham bor, 33 vatlik kabellari bilan komplektning ichida bor. Va kartonlarini ham qarasanglar, mana qattiq. Endi to'g'ri buni nima deydi? Uni baribir ishlatmaysizlar, uyga turadi. Yu baribir shuncha pulga olgan $150 ga olganlaridan keyin mana ko'rinishi baribir nima deydi? Bir shuncha pulga olganlar bilinib turishi kerak. Samsungni endi ko'rsataman. Samsungni ichida mana hech qanaqa hech narsasi yo'q. O'zi mana ignasi bor bitta. Ignasini joyiga qo'yamiz. Ignasi va shunisiga qo'yil qoldi mana oddiy qog'ozga o'xshaydi kartoni. Hammasi deyarli mana shu Samsungni hamma qimmat o'sha A partiyadagi telefonlari, to'g'ri mana S partiyadagilar qimmat nima deydi? Chiroyliroq bo'lishi mumkin korobkalari, lekin A partiyadagilar mana shunday. Hammasini holati oddiy qog'ozga o'xshagan karton. Ichida hech qanaqa quvvatlagich yo'q, faqat Type-C kabel bor. Unga qo'shimchasiga 25 vatlik galovka olasizlar, sotib olasizlar. Va o'sha telefonning o'zini chexolini ham, stiklosini ham alohida qo'shimcha sotib olasizlar. Mana ikkita telefon. Telefonni orqa tarafidan boshlasa, telefon Samsung oddiy qilib ishlangan, hech qanaqa qo'shimcha, hech qanaqa narsalar yo'q. Ko'rinishi o'zi mana farqi ko'rinib turibdi. Redmi'niki orqa tarafi dizayni mana chiroyli qilib, xuddi qimmat telefonlarga o'xshab oddiy plastik, lekin zarli qilib, xuddi mana 3D ga o'xshab tovlanadi, mana qimirlatsalar, agar sizlar ko'rinadigan bo'lsa, mana tovlanib turadi. Ranglari ham qanaqadir ko'rib turibsizlar, qanday qilib ishlanganlari. Mana bu yoqlari kamera oldilari ham glyansiy qilib, chiroyli qilib ishlab qo'yilgan. Ikkita kamerali, bitta vspechkalari ham. Dizayni yaxshi, ko'rinishi chiroyli ko'rinadi. Mana bunaqa yozuvlari bor, o'zini Redmi 15C degan. Ko'rinishi menga yoqdi. Redmi'ni baribir chiroyli qilib ishlangan Samsungga nisbatan. Telefonimizda hozir ekranni ko'ramiz. Telefonimizda ekraniga keladigan bo'lsak, telefonimizda ikkalasida ham IPS ekran qo'yilgan, 120 GHz da ishlaydi. IPS ekran sal xiraroq bo'ladi, o'sha AMOLED ekranga nisbatan. AMOLED ekran ko'pchilik biladi, yarki bo'ladi. Hozirgi telefonlarda deyarli ko'pida shu AMOLED ekran qo'yilyapti. Bular endi arzon telefon bo'lgani uchun IPS ekran qo'yilgan. Ko'pchilik IPS ekran xohlaydi, o'sha zrenamga ta'sir qiladi. AMOLED ekran o'sha yorug'ligi juda kuchli edi. Mana shunaqa telefonlar shularda bor, shu IPS ekran. Telefonlarimizda ramkalari ikkalasi ham qalin qilib ishlangan. Redmi ham, Samsung ham bir xil, o'sha tippasi, oldi kamerasi, tomchi ko'rinishida.
ramkalari ham bir xil qalinligi, ko'rib turibsizlar, mana yaqinroq. Ikkalasini ramkasi ham bir xil qilib ishlangan. Telefonimizda ekrani Redmi'niki 6.9 dyuymli ekran qo'yilgan kattaligi, Samsung'niki 6.7 dyuymli. Deyarli farqi bilinmaydi, ozroq Redmi kattaroq. Shu Samsungga nisbatan Samsungdan ozroq kattaroq. Shu Samsung shu birinchi o'zini obzor qilganda ushlaganida katta ko'ringan edi, Redmi'niki undan ham katta ekan. Qo'lga ham ushlasanglar, o'zining og'irligi ham ancha og'ir. Telefonlarimizning batareykalari Samsung'niki 5000 amper, Redmi'niki 6000 amper. Ko'pchilik o'sha batareykasi kuchli telefonni qidirib yurishadi. Shu 2-3 kun ketadigan kerak, o'sha 5000 hozir bilasizlar, ko'p telefonlar deyarli bir xil o'sha 5000 amperli batareyka qo'yilgan bo'ladi standart. Bunda 6000 amper 20% ga kuchli batareyka qo'yilgan. Agar kimdir shu kuchli batareykali telefon qidirib yurgan bo'lsa, mana 15 da olsanglar bo'ladi. Hozir telefonimizning kamerasini tekshirib ko'ramiz ikkalasini ham. Xo'p, Samsungdan boshlaylik. Xo'p, telefonlar kamerasi ikkalasi ham 50 megapiksellik kamera. Lekin nimagadir to'xtaylik hozir. Men buni menimcha oddiy rejimda tushirib qo'ydim. Mana Ultra HD. Xo'p. Aha. Lekin bilmadim qaniki. Redmi kamerasida qani Samsungni o'zi ko'ramiz. Samsung ancha tiniq, menimcha o'zlari ko'rib turibsizlar, mana ki yaqinlashtirganda. Samsungniki o'sha rasmni qanday ko'rsatyapti, Redmi ancha xira. Men hozir yana bir tushirib ko'raman. Endi tiniqroq. Bilmadim va lekin Samsungning kamerasi ko'proq yoqdi. Ikkalasi bir xil. Shu oldi kamerasi 8 megapiksel, ikkalasida ham orqa kamerasi 150 megapiksellik kamera qo'yilgan. Lekin har doim ham o'sha arzon telefonlar bo'lsa ham Samsungning kameralari tiniq chiqadi. O'sha har doim rasmlari oldingi telefonlarda ham, mana hozirgi ham mana gap isboti bilan. Buniki ham yaxshi tiniqligi bor-u, lekin bilmadim, menga o'sha juda yarkisi ko'pmi, o'sha sizlarda balki ko'rinmayotgandir, o'sha rasm asli mana sal o'tkirroq bo'lsa, bunda juda ochiq rang ko'p. Shuni hisobiga ham baribir o'zini rasmini birga bir qilib olib berish qiyin, menga nisbatan ancha yarki qilib ko'rsatyaptimi, bilmadim. Lekin menga Samsungning kamerasi yoqdi. Xo'p. Videoga keladigan bo'lsak, mana bunda ham HD, Full HD rejim bor. O'sha 30 ta kadr sekund. Avtostabilizatsiyasi yo'q. Samsungni ham hozir ko'ramiz. Samsung ham bir xil o'sha HD va Full HD 30 ta kadr sekundda. Avtostabilizatsiya funksiyasi yo'q ikkalasida ham. Endi arzon telefonga to'g'ri o'shanga yarasha puliga yarasha kamera qo'yilgan. Xo'p, kameralarni ko'rdik. Endi protsessorga keladigan bo'lsak, Redmi 15 da MediaTek Helio G81 Ultra protsessori qo'yilgan. Samsungda esa MediaTek Helio G99 protsessori qo'yilgan. Protsessor eng asosiysi shu nima deydi, telefonda, mashinalarda shu motor bo'lsa, bunda telefonda protsessori bo'ladi. O'sha motorning vazifasi shu nima deydi, ishlashi, tezligi o'sha protsessorga qaraydi. Telefon kamerasi oddiydir, emasdir, tashqi ko'rinishi, lekin protsessor zo'r bo'lsa, telefon shunga yarasha tez ishlaydi, qotmasdan ko'proq xizmat qilib beradi. Ko'p telefonlar bilasizlar, shu arzon telefonlar oddiy protsessor qo'yilgan bo'ladi. 1 oydan keyin, 2 oydan keyin qotishni boshlaydi. Bir joy programmaga kirsangiz,
kirmay qoladi, kutib qoladi, shu qotib qoladi. Ana shular protsessordan bo'ladi. Protsessorda oddiy qo'yilgan bo'ladi. O'shani hisobiga qotishni boshlaydi, keyin kelishadi. Ishlamay qoldi, qotib qolyapti, boshqasini olaman, almashtirib olaman, qimmatroq olaman deb o'shanday bo'lishni xohlamasanglar, protsessorga e'tibor qila olinglar. Shu ming tashqi ko'rinishi sizlarga yoqqani bilan, endi kimgadir to'g'ri, balkim tashqi ko'rinishi yoqishi mumkin. O'sha menga farqi yo'q, protsessor ko'p ishlatmayman, faqat gaplashishga olaman, Telegramga kiraman bo'ldi, boshqa endi ishlatmayman desa, tashqi ko'rinishi agar yoqsa, mana Redmi ni olsanglar bo'ladi. Redmi chiroyli, o'zini mana quvvatlagichlari bor, keyin chexoli bor, o'zini hattoki mana zavodskiy plyonkalari ham bor. 1-2 oy xizmat qilib beradi, stiklo qo'ymasanglar ham ishlatsanglar bo'ladi. Yo'q, menga tashqi ko'rinish muhim emas, shu ishlash kerak. Nima deydi, shu tezroq qotmasdan ishlasin, shu programmalar kirganda ham tezroq ishlasin desanglar, shu Samsungni olsanglar bo'ladi. To'g'ri, mana tashqi ko'rinishini qaranglar, oddiygina qilib ishlangan bunga nisbatan, lekin protsessori ancha kuchli. Bu AnTuTu'da 260 ming ball olgan bo'lsa, Samsung telefoni 410 ming ball oldi. Bu ancha kuchli. Bitta shu menimcha shu bitta protsessorning hisobiga shuncha kuchli bo'lyapti, chunki ancha kuchli. J81 protsessori endi o'rta hol protsessordan oddiyroq hisoblanadi. Juda oddiy ham deyilmaydi. Shu o'rta holdan sal pastroq yuradi. Shu J99 protsessorlari o'sha Note 14, Redmi Note 14, Note 15 lariga, Note 14 ga MediaTek Helio J99 qo'yilgan, Note 15 ga MediaTek Helio J100 qo'yilgan, lekin ichi bir xil. O'sha men ham ko'rdim, o'sha nima farqi bor ekan, J99 Ultra bor ekan, yana nimadir qo'shimcha qilib nom qo'yib tashashgan, lekin o'sha protsessorlar hammasi bir xil, o'rta xil protsessor. Hozir eng ko'p telefonlarga qo'yishayotgan protsessorlardan biri o'sha MediaTek Helio J99 hisoblanadi. O'sha protsessor shunga qo'yilgan, arzon telefonga qo'yilgan, $150 protsessor. Asosan bu protsessorlar $200 baland bo'lgan, o'sha $200-180 telefonlarga qo'yiladi. Bunda mana $150 ham shuni telefonni qo'yishgan protsessorda. Nima deyish mumkin? Samsung korobkasi endi har doimgidek endi aytib o'tish shart emas. Endi o'zlaringiz ham bilasizlar, shu chexoli hech narsasi yo'q ichida. Tashqi ko'rinish, dizayni mana o'ziga yarasha. Oddiy kamera, ikkita kamera qilib qo'yishdi. Endi bittasi xunuk bo'ladi, baribir bitta kamera ishlaydi. Asosiy kamera bu endi unga nima deydi, makro shunaqa kamera nomiga bo'ladi. Endi xunuk bo'lmasligi uchun ikkita kamera qo'yib qo'yishgan, lekin dizaynni hattoki spishkani ham oldi, mana o'zi turibdi, nuqtacha. Qalinligi ham bo'ladi, yomon emas, qalin ham emas, o'rtacha. O'ziga yarasha mana dizayn. Redmi ning dizayni mana chiroyli qilib ishlangan, orqalari zarli qilib, xuddi 3D fasonga o'xshaydi, tovlanib turadi. Qimirlatsanglar, yozuvlari va o'zini Redmi 15 degan kameralari ham chiroyli qilib katta-katta qilib qo'yilgan. Ikkita kamera, spishkalari ham mana oldi mana bunaqa glansli qilib shisha ko'rinishda qilingan. Endi dizayn bo'yicha Redmi zo'r. Lekin hisobga olinglar, agar dizayn bo'yicha o'sha kimga chiroyliroq telefon kerak bo'lsa, Redmi ni olib ishlatsanglar bo'ladi. Yo'q, menga o'sha ichi zo'r bo'lsin, kuchli, ishlar qotmasdan ishlaydigan telefon bo'lsin desanglar, Samsung ni olib ishlatasizlar. Batareykasi kuchli bo'lsin deganlar uchun batareykasi ham Redmi ni kuchli, 6000 amper, bunda 5000 amper batareyka qo'yilgan. Va mana bu Samsung telefonni yomg'irdan himoyalangan. Bunda yo'q himoyasi yomg'irda. Ekrani Redmi ni ozroq kattaroq. 6.9 dyuymli ekran, bu 6.7 dyuymli ekran. Kameralari bir xil. Kimga qaysi yoqqan bo'lsa, bemalol xarid qilib ishlatsanglar bo'ladi. Keyin kommentariyada yozinglar, xohlasanglar agar shu Redmi A07 ni shu Note 14 bilan bir solishtirib ko'rsammi degandim, chunki Note 14 balkim kuchliroq bo'lishi mumkin, ancha kuchli. Lekin agar qiziq bo'lsa, agar solishtirib ko'rish kerak bo'lsa, kommentariyga yozaveringlar. Samsung ni shu A07 ni Redmi Note 14 bilan solishtirib ko'ramiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.